Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksar va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, shuningdek Toshkent, Kazan, Nijniy Kamskiy va Namejniy Chili yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari amalga oshiriladi. Bizning avtobus reyslarimiz kompaniyamiz sizga kafolatlaydi. Ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni 2 monitoring, 2 kuryer, Wi-Fi, zaryadniklar, konditsioner va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Va joylaringizni uzoq masofadan turib ham bron qilsangiz bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joylaringizni masofadan turib band qiling. Tanlovda adashmay, sog' bo'ling, salomat bo'ling.